Kitobim qani? Shifarga qani? Oy, belim qani? Kallamga kir, kallamga kir. Iloyim 5 olay, iloyim 5 olay. Parasating qani seni? Mana bunda rejada jo'ra. Kurrani bojasi 6 oy hammang sondirib yurasan-da, sessiya kuni pitillab kitobga jo'yib qolasan. Po'lat, ko'zingga nima bo'ldi? Ustoz ko'zimdan ochiq chiqqanda. Po'lat, 7-savol javobi nima bo'ladi? 7-savol javobi nima bo'ladi? Oha, 7 davommi? A bo'ladi javobi. Kar. Po'lat, 12-bilet javobi nima bo'ladi? Okey. Abdufijigin. Vashshi eshitilmayapti. Nima deyapti u? To'ying. Bizga ham ko'chirtir kursdoshmiz-ku. Rostdan ham imtihon o'tar, ketar. Kursdoshlarim uchun jonim fido. Mayna, ko'chiringlar. Kim sessiyada yuqori ball olsa, Profi universiteti tomonidan chet elga yo'llanma beriladi. Uchilaving chetga ketasan. Po'lat, sen yiqilding. Men kuchukda o'qib, bular jirtillab o'ynab yurib, mendan baland ketdimi? O'zi shu ekanda sessiyada hamma kursdoshingga yordam berasan, lekin o'zing eng past ballni olasan. Ey, vele.